Qaysi blogerdan nima sovg'a olishni istaysiz? Behruz ukamizdan Buxara Ismoilova. 1,5 metrlik 1,5 yoshli qizchamga kukla. 1,5 metrlik kukla. Gap yo'q. Behruz aka telefonni oling, biza ketdik. Mana Behruz akani biza topdik. Assalomu alaykum. Obunachingiz sizdan 1,5 metrlik kukla aytdilar. Tamam, ketdik olamiz. Go, ketdik. O'yinchoq magazinga keldik. Juda chiroyli mulotka. Eng katta qo'yg'irchoq mana shu ekan. Undan kattasi yo'q ekan. Eng kattasi shumi? Qancha edi bundan narxi? 600 ming. Ha, bu 880 ming. Bering ikkita. 1,5 metr bo'ladi. Toshli 1,5 metr shu. Bitta foydali bo'lish uchun mana buni. Bo'ldi, buni ham olamiz. Ha, bizada shotni to'laydigan baqa. Baqa. Buxara Ismoilova puli. Blogerlarning ichida eng o'zi ko'p rassos qiladigan Behruz akamiz bo'ldi. Ha, dushi. Ana Majidga kakras kerakli narsa ekan. Majidga mana. Janchamiz katta olimpiyskiy chempion bo'ling. Mana biz shu o'yincha sovg'a oldik. Behruz aka oldilar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ota-onangizni jannatga kiritib, boshlariga toj kiydiradigan qiz bo'ling. Endi bularni aytamiz. Go! Mana sovg'ani olib kelishga biz keldik. Behruzjon, tumagan edim. Behruz aka aytdilar, mani nomimdan tabriklab qo'ying dedilar qizingizni. Katta rahmat, ilohim topgan tukalarga Xudo baraka bersin. Xursandman. Obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Barchaga omad.